jonli kitob. Hikoyalarimizni to'liq va qismlarini oldindan tinglamoqchimisiz? Barcha ma'lumotlar Telegram kanalimizda. Jonli kitob Telegram kanaliga a'zo bo'ling va barcha yangiliklardan oldinroq xabardor bo'ling. Muallif Sulhida Davronning Sabila va Aksi dunyo hikoyalari kitob shaklida sotuvda mavjud. Sevimli asaringizni muallifning shaxsan imzosi bilan xarid qilishni istasangiz, izohlardagi havola orqali murojaat qiling. Qarg'alar mahkamasi. Muallif Sulhida Davron. U Yusuf men tanigan Yusuf emas, shunday emasmi? Bu bir o'yin va menga hazil emas edi. Yon tomonga qarashga botina olmayotgan edim. Yuragim mendan ruxsatsiz tez chopa boshladi. Xush ko'rdik ustoz, deganda ko'zimni yumdim. Qattiq yutinganim ham menga ta'sir qilmadi. Uni nima ishi bor bu yerda? Boshqa joyda, boshqa ishda emas edimi? Xush kelibsan, Yusuf. Ochig'i No'man Burxonovich seni bu ro'yxatga yozganida hayron qolgan edim. Sening maxsus xizmatda ish tajribang bor, hatto ancha yutuqlarga ham erishganingdan xabarim bor, dedi boshliq odam. Usiz bu jamoa to'liq bo'lmas edi va ish tajribasi bo'lgani uchun ham uni guruh rahbarligiga taklif qilmoqchiman, deb No'man Burxonovich mening keskin qaror qabul qilishim kerakligini bildirib qo'ydi. Yaxshi taklif. Har ishda bo'lgani kabi bu ishda ham bir mas'ul bo'lgani ma'qul. Boshliq gapirar ekan, meni ter bosa boshladi. Qo'lim bilan yuzimdagi sochlarni tuzatgandek bo'lib, aslida unda o'zimni yashirishga urinayotgan edim. Bu ish boshlanmay bitgani ma'qul. Inomjon, hammasiga hujjat solingan papkani tarqat, deb xodimiga buyruq berdi. Hujjat olish bahonasida yondan u tomonga qaradim. Soch shakli, o'tirgandagi gavdasi o'zgarmagan edi. Bir qo'limni peshonamga tutib, qoshlarim ustida yurgizar ekanman, aslida esa ko'zim u tomonga tortaverardi. Kutilmaganda yonga o'girilib, to'g'ri nigohlarimiz kesishdi. Avval qoshlari ko'tarildi, keyin yuzida bilinar-bilinmas tabassum paydo bo'ldi. Nima qilyapsan, ahmoq qiz, deb o'zimni koyidim. Xotini bor odamga qarashing nimasi? So'nggi bir soat xuddi azobli bir tomoshaga o'xshardi. Oldimizga qo'yilgan hujjatda ildizlari chet elgacha cho'zilgan bir uyushgan to'da ishi edi va bu amaliyot ishiga Burgut hamlasi deb nom qo'yilgan edi. Ichida narkotikdan tortib odam savdosi, moliyaviy qonunbuzarliklar, qotili topilmagan jinoyatlar, xullas, guldasta bor edi. Men shaxsan bu ishni 8 oyoq izi deb nomlagan bo'lardim. 8 oyoqlilar haqida o'qiganim va ko'rgan hujjatli filmlarimda ularning dengiz jodugari degan laqabi borligini, aql, hiyla va nayrang ramzi ekani haqida ma'lumotlar bilardim. Ammo nega Burgut deb kodlashni bilmadim. Bugunchalik bu gaplashganlarimiz yetadi. Bundan keyin sizga ta'sis etilgan maxsus yerda yig'ilib, birgalikda ishlaysizlar. Orangizga yana yangi qo'shilishi mumkin bo'lganlar bor. Qolgan barcha ma'lumotlar yanaga uchrashganimizda yetkaziladi, deb boshliq odam xodimi bilan chiqib ketdi. Men ham tez o'rnimdan turib, No'man Burxonovich ortiga tushmoqchi bo'ldim. Xonadagilar hamma bir-biri bilan tanishar ekan, men hech kim bilan tanishishni reja qilmadim, chunki men bu ishni qabul qilmas edim. Yusuf boshqalar bilan gaplashib turgandan foydalanib, tezda eshikdan chiqdim. No'man Burxonovich qo'l telefonida birovga qo'ng'iroq qilayotgan edi. Meni ortidan kelayotganimni ko'rib to'xtadi. Go'shakni qo'yib menga yuzlandi. Zumrad, tinchlikmi? deb so'radi yuzimdagi ifodani ko'rib. Ustoz, sizni hurmat qilaman, lekin men bu jamoaga qo'shila olmayman. Nega? O'tmishdan bir tuyg'u kasbingdan ustunmi? Deganida unga hayrat bilan qaradim. Siz ustozlar shogirdining olgan nafasdan xabardor qizim. Yusuf ham sen ham endi talabalik davridagi yoshlar emassizlar. Bu ish jiddiy va mas'uliyatli ish. Balkida menga ham berilgan so'nggi imkoniyat. Eng zo'r odamlaringdan jamoa tuzib ber deb aytishgandi. Shuncha yillik mehnatimni zoya ketmaganini ko'rsatish fursati bu. Qotillarning izini sokinlik va sovuqqonlik bilan kuzatgan Zumrad qalbining qotilini deb o'z kelajagidan voz kechmaydi degan umiddaman. Deganida yanog'imga bir tomchi oqdi. No'man Burxonovich o'tmishda bo'lgan hodisalardan xabari bor edi demak.
Qo'ng'irog'i jiringlab qoldi va javob berishim kerak degandek ishora qilib yonimdan uzoqlashdi. Oqqan yoshimni artib, men ham tezda bu binodan chiqmoqchi bo'ldim. Zinadan tushib ko'cha eshigiga yetganimda Zumurat degan jon oluvchi ovozni eshitdim. 12 yil bo'ldi, Zumurat. Uning ovozini eshitib, o'zingni yo'qota olishing nimasi? To'xtamay, ortimga qaramay binodan chiqdim. Ortimdan kelayotganini sezdim. Qadamimni tezlashtirdim. Bino maydonidan chiqib, ko'chada mashina to'xtatmoqchi bo'ldim. Boshqa payt qo'lingni qimirlatsang, yoningda to'xtaydigan taksilardan darak yo'q. Yakshanba va ancha kech tushganidanmi mashina topish qiyin ko'rinadi. Zumurat, eski tanishga salom alik yo'qmi? Degan ovoz egasi menga ancha yaqin kelgan edi. O'zingni qo'lga ol. Seni yana bir bor o'ldirishiga yo'l qo'yma, derdi aqlim. Qalbim esa bir marta yuziga qara. 12 yilda yuz ko'zi o'zgardimi? Necha chiziq paydo bo'ldi peshonasida? Yillar avval sochida 2 tola oq sochi bor edi. Ko'paydimikin yana? Titragan iyagimni titragan qo'lim bilan tutib, u tomonga o'girildim. Ojizligimni ko'rishni istamadim, ammo uni ko'rgim ham keldi. Bu xohishga qarshi chiqa olmadim. Salom, seni bu yerda ko'raman deb o'ylamagan edim, dedi. U mening yuzimdagi o'zgarishlarni sanar ekan, men uning yuzida o'rtalama har 5 yilda inson yuzida o'zgaradigan o'zgarish alomatlarini qidirdim. Sochlariga sezilarli oq tushgan edi. Sportni tashlamagani gavdasidan bilinib turardi. Oramizda 3 yosh farq bo'lib, hozir ancha yosh olgan bo'lsak-da, lekin ko'zimga hali hamon mendan 2 kurs yuqorida o'qigan va uni kutubxonada ko'rib qolgan paytimdagidek ko'rindi ko'zimga. Men ham, deya oldim sekin chiqqan ovozimda. Kriminologiyani davom ettirganingni bilmagan edim, deb gapirganda, sen oxirgi paytlar men haqimda nima bildingki demoqchi bo'ldim. Oila qurdingmi? Deb so'radi dabdurustdan. So'zlari yuragimni teshib o'tdi. Ha, dedim yolg'ondan. Nega bilmadim. Unga oila qura olmagan noshudek ko'ringim kelmadi. Yuzida ifoda o'zgardi. Qo'llarini cho'ntagiga soldi. Baxtli bo'linglar. Biz Nigora bilan, deganda yuragimga boshqa bir zahar qiynoq bo'lib tomganga o'xshadi. Sizlar ham baxtli bo'linglar, deb o'zimni zo'rg'a majburlab gapini bo'lganimda kinoyali kuldi. Zumurat, bilaman kech qoldim endi buni aytishga. Lekin o'shanda uzr, ketishim kerak. Xo'jayinim xavotir oladilar. Indamay qoldi. Telefonimni sumkamdan chiqazdim. Ortimda menga qarab turganini bilardim. Yolg'ondan qulog'imga tutdim. Eshitmabman, kelyapman, deb xuddi birov bilan gaplashgandek qildim. Qadamlarimni tezlashtirib, unga ko'rinmaydigan ko'cha burchagiga burildim. Osonlikcha yengilmas ko'ringan irodam, bir paytlar qat'iy turgan turishim va qaddim 12 yil deganda bir qarshilashganda yo'q bo'ldi ketdi. G'ururli insonlar yolg'iz yashashga mahkum degan edi birov. O'tmishdan qolgan siniq qalbimni olib, qorong'u ko'chalardan o'tib uyimga yetdim. Zeboxon opaning derazasida hatto chiroq o'chgan edi. Balki bugun dam olish kuni bo'lgani uchun biror yerga ketgandir dedim. Ertaga uyim yana odamga to'lar edi. Katta opamning o'g'li, xotini va bolalari bilan kelishadi. Bu kecha yolg'iz qolib, ozroq o'zim bilan dardlashsam yaxshi bo'lardi. Kelin, uyda hamma narsa bor. Bemalol bolalarga pishirib yediring. Men kechroq kelaman, deb Dildora kelinga narsalarni ko'rsatdim. O'zim esa bir haftaga deb yetadigan ovqatdan bir idishga solib oldim. Bugun yana avval kafedraga, keyin yangi ish joyimga o'tardim. Kechki paytgacha qolib ketsam, ovqatlanishni unutib qo'yadigan odatim bor edi. Xola, bir o'zingiz shunday katta shaharda qo'rqmaysizmi? Deb so'radi olim jiyanim. Yoshi kichik bo'lsa-da, gavdasi katta jiyanim umri qishloqda mehnatda, dala-dashtda o'tganidan ancha katta ko'rinardi. Seni xolangdan hamma qo'rqadi. Sen meni o'ylama, jiyan, deb yoshing katta bo'lib, hali oila qurmagan har qizning boshiga keladigan savollarga javob berdim. Momomlar xavotir olishadi-da, doim sizni o'ylashadi. Ayam ham qayerda sal yoshi kattaroq yigit uylanishni eshitsa, sizni taklif qilishdan qaytmaydigan bo'lgan. Deganida opam buni bugun yoki kecha emas, yillab qilib kelayotgandan xabarim bor. Yangamlar bilan birga
meni baxtimni kimdir yopgan degan gapga odam ko'ndirib, ochiruv qilamiz kel deb qo'ymay qishloqqa chaqirishgan edi. Tuz, choy va yana bir nimalarga o'qitib, majbur qo'limga tutqazishgan edi. Faqat men ularni shaharga olib kelib, hammasini shunchaki oylab javonlarda saqlab, keyin tashlab yuborgan edim. Bu ikki kelgan mehmon ham qo'li bo'sh jo'natilmagan. Yana g'amxo'r opam bir nimalarga dam soldirib jo'natgan bo'lsa ajab emas. Mehmonlarni uyda qoldirib, o'zim shoshib uydan chiqdim. Ijara turadigan uyimda qishlog'imning izlarini va tushunchalarini orqada qoldirdim desam, qiziquvchan qo'shnim Zebo opaga tutildim. Zumradxon, kecha uyda yo'q edingiz. Bugun erta tongdan uyingizdan shovqin eshitilyapti. Bu kim keldimi? Zebo opaning ko'nglini tinchitib, yo'limda davom etdim. Puaro xonimi, indamay maxsus xizmatga o'tib ketganingni qara. Jim, pastroq gapir, dedim Jamilga qarab. Nega? Sirmi? Yo'q, sir emas u, yanada hamma bilmagani ma'qul, dedim atrofga alanglab. Bilishimcha, faqat omma orasiga qo'shiladiganlar sir tutilardi, chunki ularning xizmati shu. Sendek operativ xizmatda ishlaydiganlar ochiq aytsa bo'laveradi, deb kuldi Jamil. To'g'ri aytding. Oddiy odamlar uyushgan jinoyatchilardan xavfliroq, deganimda qosh chimirdi. Bir paytlar yomon avjiga olgan edi, yodingdami? Kimni so'rama, yo o'zi, yo bolasi, yo xotini, hech bo'lmaganda qarindoshi ishlar edi o'sha yerda. Hozir sistemasi o'zgargan. Ko'proq xavflilik darajasi yuqori kishilar bilan ishlasharkan. Shuning uchun senga aytganimga pushaymon qildirma. Bu yerga har kuni kela olmasligimni sababini bil deb aytdim. Qolgan hamma uchun kafedraga qaytdim deyman. Deganimda qo'llarini cho'ntagiga solib, yashang ey Puaro xonim, hamma qatoriga qo'shmay menga lutf qilib aytganingiz uchun, deb arazlab keta boshladi. Jamil, bugun tushlik mendan, deb ketidan gapirganimda baland ovozda kuldi. Rusalkaga boramiz, deb meni shevada masxara qildi. Rusalka degan joy avvaldan ko'proq xodimlar o'tiradigan joy hisoblanardi va biz talabalik davrimizda o'sha yerda bir kun o'tirishni juda orzu qilar edik. Albatta necha marotaba borganmiz. Faqat Jamilning menga kinoya qilib buni aytishi kayfiyatimni ko'targan edi. Jamil eng yaqin dugonam Hilolaga uylangan edi. Xotini oramizdagi do'stlikni va mening ko'ngil dardimni bilganidan Jamil bilan samimiy do'stona munosabatimizda hech qachon muammo bo'lmadi. Aksincha, meni Jamil ortidan qorovuldek ko'rar edi. Ko'ngil dardi degandek No'mon Burxonovich tomonidan yomon zarba bo'ldi. Bir joyda, yana uning guruh rahbarligi ostida qanday ishlar edim. Tushlik paytigacha barcha kamchiligi bor hujjatlarimni topshirib oldim. Endi tuman tergov bo'limiga kelish kunlarim yana qisqargan edi. Hatto maxsus xizmatda ishlar ko'payib ketsa, butunlay u tomonga o'tishim mumkinligini aytilgan edi. Jamilga tushlik va'da bergan edim. Faqat qo'ng'iroq kelgani uchun zudlik bilan ketishimga to'g'ri kelgandi. Oldimizda juda xavfli uyushgan to'da bor. Bularning boshlang'ich nuqtasi chet elda. Juda uzoq muddat o'lik holatda yotishgan va oxirgi bir necha yilda aktiv faoliyat yurita boshlashdi. Bizdan oldingi guruhlar ham yaxshigina kuzatuv ishlari olib borishgan. O'ta ayyor va epchil boshqaruvchilar borki, haligacha tutqich bermay yuribdi. Maqsad shularni kuzatib, dalillarni to'plab, solayotgan xavfni bartaraf qilish. Aytilgan manzilga yetib kelganimizdan beri Yusuf tinmay gapirar edi. U tomonga qaramay bor diqqatimni ekranda ko'rsatilayotgan ayrim kadrlarga qarab, nigohlar to'qnashuvdan qocha boshladim. Uylangan ekanmi bizning Yusuf? Deb qulog'imga yaqin kelib gapirdi Nodira degan kechagi ayol. Qo'lim bilan og'zimni to'sib unga javob qildim. Chunki Yusufning ikki ko'zi uni tinglab-tinglamaganimizni bilish uchun hammamiz ustimizda kezinardi. Uylangan bo'lsa bizga nima? Uylanmagan bo'lsa nima? Deb sal jerkigandek bo'lib javob berdim. Hoy, o'zim shunchaki so'radim. Reja tushunarli bo'lsa, o'zaro kichik guruhlarga bo'linsak yanada unumliroq bo'lardi deb o'ylayman. Deb xodimlarning bo'limlariga qarab, bir-biriga yaqin bo'lganlarni kichik guruhlarga bo'lib vazifalarni tarqata boshladi. Taqdirni qarangki, Nodira Yusufning o'zi bilan sherik bo'lib, ular ham o'z rejasini aytishdi. Xodimlar soni to'q bo'lgani uchun men sheriksiz qoldim. Zumradxon esa qaysi guruhga yordam kerak bo'lsa, o'shanga ko'maklashadi.
dedi Yusuf jiddiy turib. Ataylab qilyapti Zumrad. Maqsadi seni ezish yoki butunlay bu ishdan yo'q qilish. Unga istaganini bermay bosh qimirlatib roziligimni bildirdim. Menga xuddi yosh bolani aldagandek bir gumonlangan shaxsning o'lim hujjatlari berildi. Kriminologiya mening ishim, to'g'ri. Bunga e'tirozim yo'q. Faqat Nodiraning ham sohasi shu. Lekin uni analiz ishiga olgan edi. Kun kech bo'lganiga qaramay hamma ishga kirishib ketdi. Menga tekkan hujjatda yoshi hali 40 ga ham kirmagan bir yigitning yurak xurujidan o'ldi degan qog'ozlari turar edi. Buning nimasini tekshirar ekanman bilmadim. Bir necha varaqdan iborat bo'lgan hujjatni yopib, o'rnimdan turdim. Hamma o'z joyida o'tirib, boshi ishga sho'ng'ib ketgani bilinardi. Uyimda mehmonlarim bor edi. Qishloqda yana har xil gap so'z chiqmasligi uchun ertaroq uyga ketishim lozim edi. Ish vaqti tugamadi hali, degan tanish ovozni eshitib ortimga o'girildim. Soatimga qaradim. Kechki 7:30. Men uchun tugadi. Uyda kutishyapti, ketishim kerak. Deb hamma o'tirgan xonadan chiqib, boshliq xonasiga qarab yurdim. Boshliqqa vaziyatni tushuntirib, uyga ketishga ruxsat oldim. Bugun 2-3 yerga kirib o'tganimdan ko'proq o'tirib ishlashga vaqt yetmagan edi. Hujjatlarni uyga olib ketish mumkin emas. Boshliq xonasidan chiqqanimda Yusuf eshik oldida turardi. Hafta oxirida hamma kichik bir raport tayyorlash kerak. Ishni nimadan boshlagani va qanday davom etmoqchi. Bular haqida qisqa ma'lumot tayyorlash shart. Ulgurmagan yoki nima qilish haqida fikri yo'q bilan xayrlashga to'g'ri keladi. Dedi ko'zlarimga jiddiy qarab. Meni sheriksiz qoldirib, eng oddiy va balkida aloqasi yo'q hujjatni qo'limga tutqazishdan maqsad ketkazmoqchi ekanda demak. Xotini bilib qolmasin deb oyog'imni hali ish boshlanmasdan uzmoqchi. Niyatini tushundim. Lekin voz kechadigan ahmoq yo'q. U mendan 2 kurs oldin o'qib, 2 yil ko'proq tajribaga ega bo'lishi mumkin. Ammo men ham buncha yil qo'l qovushtirib o'tirmadim. Magistratura ketidan aspirantura va eng asosiysi ilmiy ishimni deb qancha ilm olib malaka oshirdim. U meni shashtimdan qaytaradigan ta'sirga ega bo'lmay qolganini yillar avval bilish kerak edi. Xavotirga o'rin yo'q. Bir haftada raport tayyor bo'ladi. Uzr, ketishim kerak. Oilam kutyapti. Ruxsatimni ham oldim. Deb orqamdagi eshikni ko'rsatdim. Rangi o'zgarib, yuzimga qarab qoldi. Yurib ketayotgan edim, ortimdan gapirganini eshitdim. Oila qurmaganingni eshitdim, Zumrad. Yolg'on gapirib ishdan qochishing yaxshi emas. Dedi menga qarab yurib kelar ekan. Oila qurmaganimni kim aytardi? Albatta, Nomon Burxonovich aytgan. Bu ham uyalmay so'raganini qarang. Zaksim yo'q, to'g'ri, lekin nikohimiz bor. Diniy nikoh ham oilaliman deyishga o'tadi. Shunday emasmi? Dedim uning xotirasiga bir nish suqib olgandek. Beti qizarib, bo'zrayib qarab qoldi. Faqat nikoh yetarli emas deding-ku. Nima bo'ldi? Fikring o'zgardi. Deb so'radi uyalmay. Demak, ishonchimni qozongan odam meni ko'ndirdi deylik. Deb javob berdim-da, boshqa gapirishga yo'l qo'ymay binodan chiqdim. Uni ko'rib dadil tashlagan qadamlarim sekinlashdi. Yana bu yerlardan mashina topish ishi qiyinligidan biroz yurib avtobus bekatiga yetib oldim. Yo'lda Lyudmila Alekseyevnaga qo'ng'iroq qildim. Menga yordami kerak edi. Oddiy o'lim bo'lib ko'ringan bo'lsa-da, shubha doim bo'lardi. Va razvedka bo'limi bu o'lim hodisasini bu hujjatlar orasiga qo'shgan bo'lsa, demak uning tekshirilishi va shunga qarab ish tutilishi kerak edi. Maxsus xizmat ishi shunda yurar edi. Kuzatuv razvedkasi bir ma'lumotni topib, tergov guruhiga yetkazar edi. Tergov guruhi bu ma'lumot kerakli yoki keraksiz ekanini tekshirib, navbatdagi operativ bo'limga uzatardi. Va bir tashkilotning ishlash mexanizmi shunday tartibda ketardi. Ekspertiza xulosasi hali beri chiqmasa kerak. Lekin sen aytayotgan belgilarga qaralsa, kuchli ukol qilinib, yurak xurujini chaqirtirilgan bo'lishi mumkin. Dedi mening gaplarimdan so'ng Lyudmila. Bugun rasmlar ustida ko'p ishlay olmadim. Ertaga shu ish bilan shug'ullanaman. Bir hafta vaqtim bor. Raport tayyor bo'lmasa, ishdan chetlashtirishim mumkin. Deganimda kuldi. Senga nazorat va bosim ostida ishlash yoqmaydi deb o'ylagan edim. Ammo bir narsani tan olish kerak. Bu senga oddiy tergov bo'limidagi beozorlik, o'g'rilik ishi yoki tasodifiy qotillik ishi emas. Maxsus xizmatning sirli va keng qamrovli ishlari sendek yosh va qiziquvchan xodim uchun xazinadek gap. Lyudmila bilan gaplashgan gapimizni birov eshitsa, xuddi dunyodagi eng zo'r va qiziqarli ishdan gapiryapmiz deb o'ylashi mumkin.
Men va menga o'xshash hamkasblarim va ustozlarimning gaplari murda, ekspertiza, gumon va jinoyatchi orasida aylanardi. Uyga yetib kelganimda birinchi ma'lumotni yana Zebo opaning axborot markazidan oldim. Siznikilar bozorni ko'chirib kelishdi. Bular u yoqda, qishloqda tijorat bilan shug'ullanadimi? Deb so'raganda, ha, kichik do'koni bor deb javob berdim. Tinib tinchimagan opa yana bir narsalar so'radi, lekin xayolim tezroq uyga kirish edi. Eshikdan kirar kirmas uydagi pishgan ovqat hidi ishtahamni qitiqladi. Ishdan charchab kelganingda ovqating tayyor bo'lsa, qanday yoqimli. Bechora Dildora kelin bolalari to'zitgan uyni apil-tapil yig'ib turgan ekan. Eshik oldida katta paketlarda doimiy ombordan oladigan matolari turardi. Opam va kelini uy ichida kichik do'kondek ochib, chopon, nimcha va kerak bo'lganda ko'rpa yostiq tikishib, tuman markaziga sotishardi. Matoni kelib poytaxtdan olishlari asli bahona. Kelib bolalarni biroz aylantirib, shifokor ko'riklardan o'tib, ishlarini hal qilib ketishardi. Va albatta, yolg'iz xolalardan xabar olish uchun kichik sabab. Qishloqdan kelgan Patir bilan mazza qilib sho'rvani ichib oldim. Ishidagi jiddiy Zumradni ko'chada qoldirib, uyga qarindoshlari kelgandan boshi osmonga yetgan Zumrad bo'lib kirgandim. Jiyanimning bolalari bilan miriqib o'ynadim. Bola energiyasi degan gap haqiqatdan to'g'ri. Ichimdan bir narsa, bir istak olis o'tmishdan yana parda oralagan bo'lsa-da, boladan avval ko'ngilga yoqadigan biri bo'lish kerakligini va bola sog'lom muhitda o'sishi lozimligini ta'kidlar edi. Yana bir necha kun uyim, bag'rim to'lib yashar edim. Keyingi mehmonlar kelguncha yoki o'zim bir bahona bilan qishlog'imga bormagunimcha bu holat shunday davom etardi. Bir haftaning to'lishiga 3 kun qoldi. Mehmonlarim ketishdi. Uyim yana huvillab qoldi. Yolg'izligim Zebo opa bilan ko'rishib qolsam, 2 oyoq usti suhbat bilan o'tib ketayotgan edi. Menga yuklatilgan vazifa ustida astoydil ishlay boshladim. Qolgan hamkasblarim kalavaning uchini qidirayotgan. Uyushgan guruhimizni hamma o'z yo'nalishi bo'yicha qidira boshladi. Moliyaviy operatsiyalar ham juda mohirona qilingan. Chet el bilan bog'liq yerlar haqidagi ma'lumotlar ham bir-bir tekshirilmoqda. Bizdan kutilayotgan natijani berish uchun tinmay izlanayotgan edik. Kelgan har xabar ham to'g'ri bo'lib chiqmayotgan edi. Xuddi meni qo'limdagi ish kabi. Jinoyat bo'lsa juda mohirona amalga oshirilgan. Agar bo'lmasa, bekorga sarflangan vaqtga achinar edim. Murdaning rasmlarini katta ekranda sinchkovlik bilan tekshirayotganimda, yondan kelib meni kuzatib turgan ko'zni payqamay qolgan edim. Qanday ketyapti, o'rtoq Kuliyeva? Yusufning dardini tushunmay qolgandim. Hamma 2 kishi bo'lib ishlagan ishini mening bir o'zimga yuklab, yana har xil ruhiy bosimlar ham o'tkazayotgan edi. Ishlayapman, dedim umuman uni diqqatga olmay. Qo'lidagi idishda qahva ichayotgan bo'lsa kerak, hidi ufurib turardi. Qotillik izlari bormi? Hali topmadim. Ekspertiza xulosasini kutyapman, dedim hali ham ekranga qarab. Orqaga qayt, deganida tushunmadim va majbur yuziga qaradim. U esa kompyuter ekranidan ko'zni uzmas edi. Menga qarama, bitta orqaga qayt, dedi ekrandagi rasmlarni nazarda tutib. Uning aytganini qilib ortga qaytdim. Unda jasad topilgan yerda yotardi. Men rasmga qarab, nimasini ko'rib qoldi deb tushunmas ekanman. Egilib kompyuter sichqonchasini oldi. Faqat buni shunday qildiki, qo'lim olovga tegib ketgandek seskanib, o'zimni orqaga tortdim. Zumrad, sen bu odamdan 100 metr naridan yurishing kerak. Ayniqsa, uylangan birovdan. Harakatimga ensasi qotgandek qaradi. Qahva finjonini stolim ustiga qo'ydi. Bir qo'li bilan sichqonchani bosib, ekranni kattalashtirdi. Qo'liga qara, nimani ko'ryapsan? Deganida marhumning qo'liga qaradim. Yon turgan qo'li aniq ko'rinmasida, tirsagining ichki qismida salgina ko'kargan yeri ko'rindi. Katta qilib ko'rmasa bilinmas edi. Nima ekanini ko'rgach, unga qaradim. Ekranga barmog'i bilan urib, "Shu yerdan harakatni boshla", dedi va gavdasini tiklab, qahvasini olib, nihoyat uzoqlashdi. Ismi Xurshid bo'lgan bu shaxs giyohvand edimi? Lekin biror hujjatda bu haqida hech nima deyilmagan. Agar shunchaki peredozirovkadan o'lgan bo'lsa, unda bu ishdan kuryerga, yetkazib beruvchiga chiqish mumkin. Hayajon bilan kiberxavfsizlikda ishlayotgan bolalar oldiga bordim. Yusuf esa o'z yerida o'tirib, meni nima qilganimni kuzatib turardi. Uning nigohlaridan noqulay bo'ldim va qovog'imni uyib oldim.
o'zini yig'ib olishi va har xil gaplari-yu harakatlarini bas qilishi lozim. Mana shu raqamni tekshirish kerak. Giyohvandlik bilan bog'liq har qanday kodli maxfiy so'z yoki jumla bizni tarqatuvchiga olib chiqishi mumkin. Deganimda ular raqamni mendan olib qolishdi va biror narsa topishlari bilan xabar berishni aytishdi. Ish vaqtining qolgani yana turli izlanishlar va oxiri kichik yig'ilish bilan tugadi. Nodira bilan birga binodan chiqdik. Ertaga oyimnikiga o'tib, ishlarni qilib kelishim kerak, deb biroz mungli ohangda gapirdi. Nega? Yolg'iz yashaydilarmi? Deganimda, qani edi yolg'iz yashasalar? Akam va xotini bilan birga yashaydilar. Men ajralib kelgach, bir muddat ularnikida turdim. Xullas, yoqmadim akamning xotiniga. Bahona topaverib urush qo'zg'adi. Oxiri chiqib ketishga majbur bo'ldim. Har gal oyimni ko'rgani borsam, uyning har yeri botib yotgan bo'ladi. Qachon qarama xonim kasal. Oyimning og'iri tushmasin deb tozalab kelaman. Nodiraning gapidan hayratga tushdim. Mening onam ham akam va oilasi bilan yashaydi. Lekin yangam yelib yugurib onamning xizmatini qiladi. Menimcha hamma gap erkak kishida bo'lsa kerak yoki ayollarning uyida ko'rgan tarbiyasida. Avtobus bekatga yetganimizda Nodiraning avtobusi erta kelib qoldi va u ketdi. Men esa bekatda qoldim. Qo'limdagi telefon bilan xabarlar sahifasiga kirib, 3 sahifa xabarlariga qaradim. Viloyatlarning birida yosh qizaloqqa avval tajovuz qilishib, keyin ariq ichiga tashlab ketishibdi. Qonim tomirimda qotdi. Bizning odamlar nega bunchalik vahshiy bo'lib ketayotgan edi? Avvallari ham shunday ko'p vahshiyliklar bo'lgan ekanmi? Yoki yildan yilga insonlar quturib ketyaptimi? Deyarli har oy yomon xabarni eshitamiz yo o'qiydigan bo'ldik. Bu ketishda kelajak avlod bizni nima deb eslaydi? Necha asr oldingi ajdodlarimiz bilan faxrlanib yuramiz haligacha. Lekin yaqin 100-200 yil ichida nimalar yodimizda qolmoqda? Buni aqlli bir soatda o'tirib muhokama qilish kerak. Xabardagi jinoyatchining suratiga qaradim. Tuppa-tuzuk odam. Sen yosh qizdan nima istading? Shularni jahldor onalar yoki otalar qo'liga bersa, go'shtini tilib ichiga tuz bossa, yanada ichim sovimas edi. Xabarga diqqatimni berib, yonimda to'xtagan mashinani ko'rmay qolibman. Men tomondagi oynasi tushib, "Yur, olib borib qo'yaman", dedi Yusuf tirjayib. Ayni paytda keldi. Erkak zotidan nafratlanib turganimda alamimni olishga arzigulik birov o'z oyog'i bilan kelib turgan edi. Senda uyat yo'qmi? Uyda xotining, bolalaring kutmayaptimi? Tinchlan, shunchaki mashinada olib borishni taklif qildim xolos, deb yuzi jiddiy ifoda oldi. Kun bo'yi ishda aybimni qidirib, oyog'imni toydirmoqchi bo'lasan. Endi uyalmay yordam taklif qilasanmi? Yaxshilik ham yaramaydi senga, deb mashinasini haydab ketdi. Yaxshilik deb minnat qilgani bugungi rasmda ko'rsatgan kichik belgi bo'lsa, uning badalini burnimdan ming chandon qilib chiqardi. Hozirgi muomalam ham o'zimga nima bo'lib qaytishini yaxshi bilardim. Lekin u o'ziga xotini bo'la turib boshqalarga gap ochishni ravo ko'rsa, men o'z qiymatim va o'rnimni yaxshi bilardim. Suhbatlarning deyarli hammasi odatiy. Faqat mana bu raqamda g'alati kodli muloqot bor. Bu kodni ochsakkina nima demoqchi ekanini tushunib olish mumkin, deb qo'limga ro'yxat tutqazdi kiberdagi yigitlar. Rahmat katta. Agar yordam kerak bo'lsa, yana kelaman oldingizga, deb ular oldidan uzoqlashdim. Yana bir ish kuni qizg'in va bosh qotirmalarga boy boshlandi. Qo'limda tarqoq, zarrada kichik ko'rinmas dalillar bor edi. Soatlab kodli yozishma va suhbatni ochishga harakat qildim. O'zimni kuchim yetmasligini bilib, Jamildan yordam so'rashga qaror qildim. Albatta, buni ishxonada qila olmas edim. Shuning uchun menga berilgan ro'yxat va suhbatlarni hech kimga bildirmay nusxalab oldim. Yusufning ikki ko'zi doim mening ustimda va kichik bir xatoyimni poylab turganga o'xshardi. Zo'rg'a vaqt o'tishini kutib, bu safar oldindan taksi chaqirtirib, keyin binodan chiqdim. Hilolaga qo'ng'iroq qilib, bugun ularnikiga borishimni aytgandim. Yaxshi ham dugonam mehribon va ko'ngli ochiq inson. Ularnikiga xohlaganda bora oladigan darajada samimiyatim bor edi. "Xo'p, Pora xonim, sizni ko'radigan kun bor ekan-ku", deb Jamil eshikni ochdi. "Dadasi, indamay o'rtog'imga. Kel Zumrad, xush kelibsan. Qo'lingni yuv, ovqat tuzaman", deb Hilola menga mehribonlik qildi. "Yordaming kerak", dedim Jamilga qarab. "Yo'q, maxsus xizmatdagilar ham
Biz oddiy xodimlardan yordam so'rar ekanmi? Eshityapman hammasini. Ovqat yeb olinglar, keyin ish qilasizlar, deb oshxonadan gapirdi xotini. Senga uyingdagi maxsus xizmat ham yetadi, kursdosh, deganimda yuzini burishtirdi. Hilola mazali taomlar tayyorlab, haqiqiy uy bekasining mahoratini ko'rsatgan edi. Salatidan tortib shirinligigacha. Yosh bola bilan qanday ulgurdi ekan? Yaxshi chiqibdi mastavasi, deb Jamil kulib so'radi. Judayam mazali. Qo'llaring dard ko'rmasin, rahmat, deb Hilolaga minnatdorchilik bildirdim. Sen unga emas, pishirgan oshpazga rahmat ayt, dedi Jamil tirjayib. Sen pishirgan bo'lsang, rahmatimni qaytib oldim, deb jig'iga tegmoqchi bo'ldim. Zumrad, bularni hammasini ko'chadan olib keldi. O'zicha meni yerga urmoqchi erim, deb eriga ilmoqli qarab qo'ydi Hilola. Chidolmay kulib yubordim. Nega kulasan? Ko'rding, olib keling, ulgurmayman deding. Mana, kulgiga qoldik, deb Jamil xotinini koyidi. Qo'lim bilan ularni to'xtatmoqchi bo'lib jim dedim. Hey yaxshi insonlar, boyadan beri vijdon azobida qiynalayotgan edim. Hilolani shuncha tashvishga qo'ydim deb, shunga o'zimga kulyapman. Deganimda bu safar ular baland ovozda kuldi. Er-xotin bir-biriga qiliq qilib kular ekan. Yusufni ko'rdim. Deganimni bilaman, Jamil ichayotgan suvi tomog'iga uchdi. Qayerda? Deb so'radi Hilola. Qachon? Deb ortidan eri qiziqdi. Yangi ish joyimda. Voy, deb haqorat qilishdan so'nggi onda voz kechdi Jamil. Senga nima dedi? Gaplashdingmi? Deb qiziqdi Hilola, lekin bolasi injiqlana boshladi. Yondagi divanga o'tib, bolasini qornini to'yg'izishni boshladi va ikki qulog'i menda edi. Gapir endi, odamni ichini qizdirmay, deb qizishdi Jamil. O'zim ham kutmagan edim. Yetmagandek guruh rahbari qilib qo'yishdi. Deganimda Jamilning yuz ifodasi o'zgarmasa-da, Hilolaning katta ochilgan ko'zlari menga qarab turar edi. Uning tajribasi ko'proq albatta. Chet el bilan ko'p ishladi. Qiynalmayapsanmi? Deb Jamil so'raganda ko'zim yoshlandi. Zumrad, u bilan ishlashga majbur emassan, bilasan-a? Dedi Hilola. Avvalgidek o'zimni yo'qotadigan darajada emasman. Faqat g'ururimga yedira olmayapman. Uyalmay oila qurdingmi deb so'radi. Deganimda ikkalasi baravariga ha desayding, dedi. Aytishga aytdim, faqat No'mon Burxonovichdan so'ragan shekilli, o'tgan gal turmush qurmagan ekansan, dedi. Sen nima deding? Indamay og'zini ochib o'tirdingmi? Deb Hilola chidolmay bolasini quchoqlab yonimizga qaytdi. Bu kaltosh No'monga nima ekan seni shaxsiy hayotingni u nomardga aytish, deb jahl qildi Jamil. Aralashmang, keyinchi, deb erini bo'ldi Hilola. Nima bo'lardi? Meni u guruhda xohlamaganini qo'ldan kelgancha bildirib turibdi. Hammaga sherik berib, meni yolg'iz qoldirdi. U ham mayli, tinmay ruhiy bosim o'tkazyapti. Bor edib tashlab ketgim kelyapti. Faqat g'ururimga yedira olmasligim bir tomon bo'lsa, maxsus xizmatdan ketganni har qayerda ishga ham olishmaydi, dedim boshimni egib. Zumrad, sen kasal-pasal emasmisan mabodo? Senga o'zimizdan o'zimiz Buaro xonim deb nom qo'ydikmi? Sen o'zingga kel, kursdoshim. Sen bu aqling bilan qancha ish bajarding, xabaring bormi? Keyin u yerdan ketmoqchi bo'lsang, sendek kadrni kim ishga olmaydi? Juda bo'lmasa, kaltoshni yo'qotib yerga seni o'tqizamiz, deganida kulib yubordim. Hoy tavba, yig'idan kulgiga qanday o'tding? Deb Hilola meni o'zicha chalg'itmoqchi bo'ldi. Kulganimning sababi No'mon Burxonovich o'zi menga joyini taklif qildi. Deganimda ensasini qotirdi. Ha, senga yaxshilik qildim deb o'ylamasin. Qancha darslarni o'tib berganingni, qancha maqolalaringga o'zini nomini qo'yib davlatdan mukofotlar olganini unutmadik, deb jahli chiqishda davom etardi Jamilning. Jamil, senga hozir bir fayl ko'rsataman. Yordaming kerak. Hafta oxirida kichik raport bilan nima ish qilganim haqida ma'lumot berishim kerak va hozircha qo'limda hech nima yo'q, dedim telefondan faylni unga ochib berib. Agar jo'natganimni bilib qolishsa, muammo bo'lishi mumkin edi.
Telefonimni unga uzatdim. Ekranga qaradi-da, "Sizlar choy ichib gaplashib turinglar, men hal qilib kelaman", deb boshqa xonaga kirib ketdi. Hilola bolasini uy ichidagi kolyaskasiga qo'yib, "Shuni ichida uxlaydi, boshqa yerda yotmaydi", deb ochiqlik kiritdi. Dasturxondagi bodom pistalardan ermakka chaqib, Hilola bilan dardlashdik ozroq. 12 yil juda uzun vaqt. Bir go'dak tug'ilsa, balog'atga yetardi. Aqlini olib, o'zining mustaqil fikrini ayta boshlaydi. Lekin men nima bo'ldim? Uni ko'rib o'zimni yo'qotdim. Eski tuyg'ularim yana qayta jonlanmasin deb yuragim og'zimda. Ba'zan shunaqa qarashni ko'rib qolamanki, ichim yonadi. Men yomon qizman-a? Uylangan erkak haqida gapirishimni qara. Bor irodamni ostin-ustun qildi. Deb yana ko'zim yoshlanganda qo'lni cho'zib tinchlantirmoqchi bo'ldi. Unaqa emas. O'zingni qiynama. Bor yo'g'i sen 12 yil oldingi holatda qolib ketding. Senga xiyonat qilgan kuniga. Hamma hayotini davom ettirdi. Sen esa o'sha kunda qolding. Xafa bo'lmay-yu, uni deb oila ham qurmading. Bitta nomardni deb barcha yigitlardan nafratlanding. Mana bu yerim yonyapti, dedim ko'krak qafasimni ko'rsatib. Uning ham yuzida g'amgin izlar ko'rdim. Menga tasalli gap topolmayotganga o'xshardi. Shuncha yil uni ko'rmaganimga unutdim deb o'ylagan edim. Ammo birgina ovozni eshitishim yetdi. Bor xotiram, tuyg'ularim isyon bayrog'ini ko'tarib chiqdi. Qara, ahmoqqa o'xshab boshim ishlamay qoldi. Qani shuncha olgan bilimim, tajribam? Birgina o'tmish tuyg'usi meni karaxt qilib qo'ydimi? Deb battar yig'ladim. O'tmish boshqalar uchun o'tdi demak, sen uchun emas, deb meni tinchlantirdi Hilola. Ichimdagi yolg'inni hech qaysi so'z va tuyg'u bilan ifoda qila olmayotgan edim. Uni ko'rgandagi karaxtlik holatim, u menga qaramagan payti ko'zim uni qidirib qolishdan o'z ichimda o'zim uyaldim. Nigora ikkisidan nafratlanar edim. Shuncha yil bunga o'zimni ko'ndirib keldim. Faqat uni har kun ko'ra turib, Nigorani istamasam-da, tuyg'ularim qarg'amoqda, qizg'anmoqda. Va bu ikki xil isyon meni tobora ichdan yutmoqda.